Jazoni ijro etish muassasasi. Xalq tilida qamoqxona deyishadi uni. Nomini eshitishingiz bilan etingiz jimirlaydi, to'g'rimi? Yomonliklarning, razolatlarning, qabohatning, boringki, hayotdagi har qanday jinoyatning eng oxirgi manzili shu yer degan fikr o'tadi odamning xayolidan. Lekin bu yerda bo'lib, mahkumlar bilan tanishar ekansiz, suhbatlashar ekansiz, ularning orasida ko'nglida bir dunyo orzu, qilib qo'ygan ishidan qattiq pushaymonlik, tavba tazarru bilan yashayotganlarni ham uchratasiz. Dunyodagi eng nufuzli dargohlarda ta'lim olgan, eng nufuzli tashkilotlarni boshqargan, o'z sohasida peshqadam bo'lganlar ham bor oralarida. Inson umri xatolar va tavbalardan iborat ekan. Bu yerda bo'lib, mahkumlar bilan bir marta bo'lsin suhbatlashgan odam shunday fikrga kelishi aniq. Biroq birovning xatosi boshqa uchun saboq bo'la olmaydi, lekin xulosalar chiqarish uchun yaxshi bir imkon. O'zbekistondagi jazoni ijro etish muassasalarining 4tasi Navoiy viloyatida joylashgan. Viloyat mas'ullari bu yerdagi mahkumlarni ham faol hayotdagi tadbirlardan chetlatib, unutib qo'yishmagan. Chunki viloyat hokimining iborasi bilan aytganda, ular ham begona emas, o'zimizning farzandlarimiz. Navoiy viloyatida o'tgan yoshlar bilan 10 kun loyihasi doirasida ko'plab tashkilot va muassasalar, mahallalar, ta'lim dargohlarida 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni sportga jalb qilish, ular orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, hunar egallashlari uchun qulay sharoitlar yaratish, mehnatsevarlikka o'rgatish, chet tillarini o'qitish, tadbirkorlikda malaka va ko'nikmalarni orttirish maqsadida qator tadbir, tanlov va musobaqalar tashkil etilib, ularning natijalari asosida yoshlarni rag'batlantirish ishlari amalga oshirildi. Navoiy shahridagi jazoni ijro etish koloniyasida ham bu loyiha doirasida qator tadbir va musobaqalar o'tkazilib, har bir tanlovning g'olib va sovrindorlari aniqlab olindi. Taqdirlash marosimida ishtirok etish uchun viloyat rahbari huquq-tartibot organlari rahbarlari hamrohligida ushbu muassasaga tashrif buyurdi. Kiraverishda esa yaqinlari bilan ko'rish uchun kelgan ota-onalar bilan kutilmagan qisqa suhbat ham bo'lib o'tdi. Hammasi nazoratda, sharoit yaratilgan. Mana hammalaridan xora, men o'zim mana bir necha bor keldim. Mana bugun ham kelib, bularni o'rtalarida bir kayfiyatini ko'tarib, bularni ham bir ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha mana butun viloyat rahbarlari kelgan bugun. Hamma yordam beramiz bularga. Nima muammolar bor? Endi otasi meni qarab turasiz-da. Albatta, men ularni yotgan joyigacha, yeyotgan ovqatigacha ko'rib chiqqanman. Ularga hozir mana endi ularni ham bir zerikmasin, ma'naviyat, ma'rifatini bir yerda tarbiyaviy bo'lib chiqsin, ertaga to'g'ri yo'lga yursin deb, bularga juda o'rtalarida mana hozir har xil musobaqalar o'tkazyapmiz. Yaxshi kitob o'qityapmiz, hozir hammasiga kitob olib berganman. Biblioteka ochib berganmiz, ichiga hamma sharoit qilib berganmiz. Butun prezidentimiz mana sharoitni ichkaridagilarga ham hammasiga qilib bergan. Hech ham xavotir olish kerak emas buni. O'zimiz nazoratga olganmiz buni hammasini. Sog' bo'linglar. Viloyat rahbari avvalo ozodlikdan mahrum etilgan fuqarolar uchun jazoni ijro etish koloniyasida yaratilgan sharoitlar, ularning mehnat faoliyati va tashkillashtirilgan ishlab chiqarish sexlari, o'quv sinflari, til o'rganish kurslari, kutubxona bilan yaqindan tanishdi. 10 mingga yaqin adabiyotlarimiz bor. Bundan tashqari 8250 ta elektron kitobimiz bor. 5 mingdan ziyod audio kitoblarimiz bor. Bunga fleshga qo'yiladi, o'rta boshda fleshga orqali qo'yiladi. Bemalol eshitib mutolaa qilsa bo'ladi kitob. Fleshkasi qani? Fleshkasi ichida bor. O'sha ichida ishlatiladi, bluetooth orqali ham qo'yib beriladi. Yo'qmi? Yo'q. Mana aytmoqchiman. Ichidan kitob tanlaysanmi o'zi? Ichidan kitob tanlab beraman. So'ragan kitobini tashlab beramiz. Bundan tashqari bor shunaqa. Bundan o'rta boshliq 30 ta bor jami. Sahnlarga ham beramiz, asosda ko'paytiramiz o'rtoqlar. Necha kirding? 33. 33. Oilaymi? Yo'q. Nechta farzand? Bitta. O'g'il? O'g'il. Endi nima bo'ladi? Men Xudo xolasa to'g'ri xulosa qilib chiqqandan keyin boshqa bunaqa joylarga qaytmaslikka harakat qilaman.
Jo'natib qo'yamiz. Islomcha o'qigan bo'lsang kerakmi? Maktab bitirganmisiz? Magistr bilan bitirganman. Qayerda? Istanbulda bitirganman. Magistraturani marketing yo'nalishi bo'yicha bakalavr Malayziyada International Hospitality Tourism Management bitirganman. Nima program? Turogenstrada o'zi reys uchmagan, shu bo'yicha chiqqanda. Tamom. Sohalar bor, har xil. Biza Qaysi tildan o'rgatsan? Koreys tili yana qaysi? Men bitta koreys tilini. Sen o'zing qayerda o'qigansan? Seulda o'qidim. Seulda? Koreyada. Sen o'tgan yili faqat 2-3 ta bola o'qitarding-a bu yerda. Men ashi ko'payibdi. O'shalar mana Luqmon aka javob turinglar. Bular o'sha 6 oy davomida o'qib, chiqishdi. Imtihondan oldi, imtihon javoblari bor. Qana? Buni o'qib berishdi. Yoki bemalol suhbatlashib, gaplashib, o'tgan yili kelganda Davlat to'qlish bu yerda faqat shu 2-3 ta bola o'rganib o'tiradi-da koreys tilini. Esimda, ha? Hozir 70 dan ziyod. Ya 79 ta bo'lishdi hozir o'sha. Men endi guruhda bo'lib o'taman-da. 79 ta odamlar. Sen o'zing nima bilan? 273 moddasi 5-qismi. Seulda nima o'qishda o'qiyapsan? Seul Milliy universitet nomida o'qigan. Oliy Pedagogiya. Bakalavr. Oliy ta'lim. Nima muammolar bor? Ya ingliz tili ham bor, menimcha. 6 ta til bor. Interaktiv doska. Hozir bu yerda masalan gapirganim bilan mahkumman-da. Mana bularga o'xshagan insonlar. U onlayn tarzda ham kursda, shu Koreyani kursi. Ya YouTube bilan qo'yib bersang bo'ladi, ularsa bo'ladi. Tashlab beramiz. Tashlab beramiz amma. O'sha darslarni ko'rsa bo'ladi, video darslar. Onlayn diskada olib kelib tashlab beramiz. Aytgan narsasini video darslar. Eng asosiysi bir narsani hamma bilish kerak-da, bu yerda o'tirgan yigitlar mana ko'pchilik yosh ekan, adashib shu yo'lga kirgan, yomon yo'lga kirgan, xato yo'lga kirganlarni shu yerda endi shuni xulosa qilish kerak. Mana hech qaysi davlatda mahbuslar uchun bunaqa sharoit yaratilmaydi. Mana ko'ryapsizlar, o'qiy desang o'qing. Mana hozir kutubxonani ko'rdik. Mana ishlash uchun mehnat qilyapti, pulini uyiga jo'natyapti, oilasiga jo'natyapti. Sharoit yotar joylarni ko'rdik mana hozir. Ovqatlaringni ko'rdik. Endi xulosa qilish kerak. Shu yurt, vatan hammamizniki shu yerda. Shu yerda vaqtni bekor ketkazmaslik kerak. Kitob o'qish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak. Mana bunga o'xshab mana hozir ustozlarni hamma sharoit qilib beramiz. O'qiyman degan odamga hamma sharoit qilib beramiz. Interaktiv doskani ham olib kelamiz, kompyuter ham qo'yib beramiz kerak bo'lsa. Hamma sharoit. Faqat bo'yiga aytgandek, bugun dunyo qarashi o'zgarishi kerak. Ozgina mana ochilish kerak. Shunchalik sharoit mana ko'ryapsizlar. Televizor ko'radimi bular? Ko'radi. Axborotlarni hech bo'lmasa ko'rib tursin bular. Bugun mana nima bo'layotganligini O'zbekistonda prezidentimiz boshchiligida olib borilayotgan ishlarni ko'rsin mana. Mehnat uchun hamma sharoit yaratilyapti. Mehnat qilsa. Assalomu alaykum. O'tiringlar. Mahkum Muhiddinov Timur Muhiddin o'g'li 1996 sentyabr Toshkent shahrida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi xabarni bilan 9 yil va 6 oyga ozodlikdan mahrum etilganman. Amerikaning New York shahrida Manhattan'da Columbia University'da tahsil olganman. Urovnim master's degree. IELTS'im 8.5. Nima xulosa qilding mana chiqadi mana. To'g'risini aytaman, bu pulni orqasidan quvish orqasida men oilam bilan ham aloqam yomon bo'lib qolgan o'z vaqtida. Onam yolg'iz ko'payib ketganda, u bosaqcharim bilmay qolganman. Buzilganda. Ha, men u narsani tan olaman. Men to'g'risi bu yoqqa kelib juda ko'p narsaga ko'zim ochildi. Oilam bilan ham yaqin bo'ldim. Onam hozir kelyaptilar, onamlar bilaman. Juda ham kechirilib bo'lmaydigan narsalar bo'lgan. O'rtada kechirganlarimga men shukr qilaman. Undan tashqari ham bu yerda meni har xil anaqalarni ko'rganman. Pasbalarni ko'rdim o'zim uchun. Qattiqdir nima deydi? Bir xil odamlar bor ekan, shakarga zo'r odamlar bor ekan. Men shu narsalarning qadriga yetmagan ekanman. Oldimdagi narsalarning qadriga yetmaganligimdan juda qattiq afsusdaman. Bu yerda menga imkon berilganiga rahmat aytaman. Endi xulosa qilish kerak. Asosiy bu yerda o'tirgan hamma yigitlar san orqali mana tushunib yetgan. Ota-onanglar sizlarni dunyoga keltirganda mana shu farzandim orqasidan bir rahmat eshitaman. Mana shu o'zim yoshim katta bo'lganda menga shu qaraydigan farzand bo'lsin deb hammanglarni mana shu yaxshi niyatlarda tarbiya qilgan ota-ona. Endi
bu yerdan yangi bir hayotga, yangi davrga o'tadigan bo'lib chiqib ketish kerak bo'ldi. Timur, shularni o'rgatishing kerak. Sen ichingdan o'tayotgan qiyinchilik hammasini ichidan o'tish kerak. Vijdon azobi, nafaqat oilasi. Mana davlat rahbari, hurmatli prezidentimiz yoshlar uchun qanaqa sharoit yaratib beryaptilar. Bilasanmi, senga o'xshagan yigitlar hozir qani bo'lsa, davlatga, xalqqa xizmat qilsa, oilangga xizmat qilsang, qani mana? Qanchada yasadinglar shuni? Общий 1 oy vaqt ketdi. 1 oy, ha? Tugadimi hozir? Laklashlarni qoldi. Vaqti nimada? Kompressor sharoit bor. Nimadandir qarab qolasizlarmi buni? Bormi o'zi? Eksiz bormi? Rasm boshqalari bor, endi o'rganib o'sha yotib bo'lib fantaziya borda. O'zi qo'yib ko'rib, Yelkanlari qoldi. paruslar. Odam o'ldirib qo'yish mumkin, bilib ketayotgan. Turli bolalar. Oltin olib ketyapti ekan. 176 mi senki? Soxta. Mana shunaqa hunarlaring bor, kerakmi shu yerda? Ochiqda qilsang bo'lmaydimi shularni? Xato qilgan ekanmiz-da. Qancha pul topsang bo'ladi? Oilangni oldida. Endi aql bilan o'tirib, o'ta xulosa qilib chiqish kerak. Yana mana shu hunaringni borib o'sha yerda bu hamma ham qila olmaydi-ku buni. Bemalol daromad qilsang bo'ladi, tirikchiliging o'tadi shu bilan, to'g'rimi? Muassasadagi ushbu qisqa tanishuvdan so'ng viloyat hokimi Normat Tursunov va huquq-tartibot organlari rahbarlari rahbar va yoshlar uchrashuvi hamda yoshlar bilan 10 kun loyihasi g'oliblarini taqdirlash marosimi hamda konsertda ishtirok etishdi. ishtirokchilari, hurmatli mehmonlar, ota-onalar, mana bugun viloyat hokimi, viloyat tashkilot rahbarlari bugun shu yerda jazo muddatini o'tayotgan fuqarolarimizdan xabar olish uchun qariyb 2 soatdan ko'p hamma joyda ko'rib chiqdim. Mana hunar bilan o'rganayotgani, mana til bilan o'rganayotganligini hozir ko'rib, men o'zim hayratda qoldim. Mana yigitlarimiz. Prezidentimizni mana viloyat hokimiga, viloyat tashkilot rahbarlariga bergan topshiriqlari inson qadri uchun, mahbus uchun ham, ochiqdagi mana fuqaro uchun ham hammasi zamirida inson huquqlari, insonni yaxshi yashashi uchun hamma sharoit yaratilgan. Bugungi mana shu farzandlaringlarni hozir mana shu yerda ham vaqtini bekor o'tkazmasdan nima bilandir shug'ullanib, mana ko'zga ko'ringanlarni hozir hammasini taqdirlashadi. Har doim sog' bo'linglar, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Adashganlar tezroq yaxshi yo'lga kirsin, bag'ringlarga borsin, ota-onasini, farzandini bag'riga tezroq yetib borsin. Xato farzand boshga toza, onamga teng bo'la olmadim. Biz esa bugun viloyat hokimi bilan uchrashgan va o'z taqdiri bilan e'tiborimizni tortgan. Aslida bugun ozodlikda jamiyat uchun katta foydasi tegishi mumkin bo'lgan-u, taqdir taqozosi bilan ushbu muassasada jazoni o'tayotgan yigitlarga mikrofon tutdik. Ko'chada mana shu 26 yil davomida bir yig'lagan bo'lsam, faqat chaqaloqligimda yig'lagandirman deb o'ylayman. Hozir jazo muddatiga kelganimdan keyin onamga qilgan kulfatlarimga, qilgan yomonliklarimga va O'zbekiston Respublikasida shunaqa narsalar tarqatganimga o'zimni to'g'risi kechasi ham bir xillarda bo'ladi. Barakka boraman, shu joyimda yastuni erkak kishi endi ko'rsatish kerak emas deydi, hech kimga ko'rsata olmaymiz-da erkak kishi. Qalb og'rig'ini ayol kishi yig'lab o'tkazadi, ko'rsatib o'tkazadi, lekin erkak kishi ko'rsatib o'tkaza olmasa. Yig'layman o'zim uchun ham bir xillarda xonada bitta o'zim qolganimda ham ko'zlarimdan yosh chiqib ketadi chunki
farzandlar, ona, aka-uka, ommani oldidagi onamni yuzlarini yerga qaratib qo'yishim, jinoyatchi degan nomni olish men uchun juda ham og'ir bo'ldi to'g'risi. Hech kim xato qilishdan yoki bir noto'g'ri yo'lga kirib qolishdan застрахован emas. Shunaqa kafolatlanmagan bitta bosilgan noto'g'ri qadam juda katta salbiy oqibatlarga olib kelgan. Eng katta afsus bu oiladan uzoqdaligimiz. Chunki qolgan hamma narsa o'tkinchi, ularga unaqa bir mehr muhabbat ko'rsatib olish kerak emas degan fikrdaman. O'tirganda bu yerda isloh qilar ekansiz, odam o'zini isloh qilganda ahamiyat qilgan ko'p narsa shu onam oldida ko'p bo'lmaganmi? Ko'proq shu ko'chaga talpinardik, oshna og'aynilarga talpinardik. O'tkinchi kerak emas narsalarga ko'p vaqt ketkazib qo'ygan ekanmiz. O'zi oldindan oqqan suvni qadr yo'q degandek, asosiy qadrli narsamiz ham, eng katta boyligimiz ham oldimizda bo'lgan. Shu oldimizda bo'lganligi, qo'limiz bemalol yetganiga bu narsa e'tibordan chetda qolib ketgan deb o'ylayman. Hozir mana 2 oyda bir ko'rishsa, odam kun sanab o'tiradi shu narsani. Bildirilgan ishonch uchun rahmat aytmoqchiman. Rahbariyat tomonidan ham jinoyat sodir qilgan holatimda ham bu yerda o'qituvchilik qilishga imkon berilganiga rahbariyatga va prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Dunyodagi eng buyuk oliy ta'lim dargohlarida o'qish mumkin ekan, ammo hayot maktabi boshqa maktab ekan. Bu yoqda odam ko'z ochiladi baribir. Insonni o'tayotgan yillar, yoshiga qo'shilayotgan yoshlar ulg'aytirmaydi. Uni xatolari, sinovlari, g'am tashvishlari va atrof muhit ulg'aytiradi. Muhimi xulosani to'g'ri chiqarish. Axir xato qilmaslik uchun xato qiladilar deyishadi.